Ya doğru tane kız olduğu için. Hayır, nasıl ayaklanması yok kızım öyle. Peki ama minimumda kendden dahil artıyor, haritada yapalım. Böyle var, bundan gelir mi? Olur mu? Anasını Bana, burası da bekliyor. Denizin kültürü var. Çıkarlarım ve bir başlık koydum. Benim hiç tutmadım. Onu bir çıkardım. Madem çıkardım. O çıkarıyor. Hangi öyle şey oluyor? Selamünaleyküm Martin. Stoklar, arkadaşlar. Her gelen. Bugün Renklerinde bugünlerde tekrar kuruluşu hareketli ameliyat sonuçta İlavalar olarak seyircilerden taktik partilerinde disiplinler işlerinin yakınlarındaki münasebetinden kuşku talakalarının seyircilerden asaslı mutabakı tanım olunca anlarda başlarının hareketli insanlarını tutuyor. Taktik tutuyor. İkinci ilavalar asasında hareketli insanların şampiyonluğunda birikimde milyonlar asasında tanımlar hareketli insanlarına böyle benzer günlerde uçuk büyük varlıklar arkadaş ilmi işler ve inovasyonlar oluşturmakta isterlerden görülür. Rektör Sultan uçuk inovasyon kararları sizce doğru yönelmişsiniz yani Cumhuriyet'in olmadı. Şu an özellikle ve mineral savaşçıları şu an özellikle mineral savaşçıları bir tane tersine satılmış olacak.
tayyorlayotgan Samarqand davlat veterinariya meditsina chorvachilik va veterinagiya universitetidan tayyorlayotgan Olim Shahriyor Qahhorovich tomonidan ariza tushgan. Mazkur ish bo'yicha hujjatlar keskin ko'rib yo'lga arizasi hujjatlar keltirilgan. Shu asosida bugun faqat ijaza belgilangan shu mutaxassislik bo'yicha kitob xo'jaligi ixtisosligida malakali imtihon topshirish uchun ruxsat berildi. Malakali imtihonni olish uchun Oliy attestatsiya komissiyasini 2025 yil 5-apreldagi buyrugi asosida malakali imtihon olish komissiyasi tarkibi tasdiqlandi. Bunga asosan Xudoyor Alamjon rais, Shokir Baxtiyor Mahmudovich rais o'rinbosari, Abdumomin Ikrodjon ilmiy kotibi, Toshpo'latov Dilshod Shermuhamedovich a'zo. Yig'ilishimizda 100% qatnashgan sanasi talablarimiz qatnashadi. Ruxsat bersangiz, uylik tomonni boshladi. Endi imtihon tarafini tushunish uchun ilmiy kotibga so'raysiz. Rahmat. Bu 8 sonli buyruq asosida haqqi berdi. Talablarimizni shu hozir Olim Shahriyor Qahhorovich hujjatlar kelgan darajasida murojaat qilingan arizasi hujjatlar bor. Biletlar tanlaganmiz. Kerakli holatda pulni yaxshi beradi yozasiz. 5 minutda bilan bo'ldi. Bitta savol boshqadi. Ana savol ketadimi? Aha. Hozirgi
Oraya şoför yapalım. Sağlık dünyada bir teknolojiye çalıştığını Sağlık veterineri medicina bioteknoloji Sağlık veterineri medicina çalışıyor bioteknoloji üniversitesine yaklaşma. Bu yeteneği var. Sağlık. Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi. Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi hurmatli yurtboshimiz Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan Shavkat Mirziyoyev bilan ishlab chiqarilgan. Buni maqsadi davlat, jamiyat va davlatimiz barcha sohalarni rivojlantirish. Buni o'z ichiga qo'ygan maqsadlarni oladi. Birinchi maqsadi inson qadriyatlarini yuksaltirish, erkin fuqarolik jamiyatini shakllantirishdan iborat. Ikkinchisi huquq ustuvorligi va adolatni ta'minlash. Uchinchisi milliy iqtisodni rivojlantirish. To'rtinchisi ijtimoiy sohani adolatli boshqarish. Beshinchisi ma'naviy taraqqiyot va ma'rifatni rivojlantirish. Oltinchisi xavfsizlik va xalqaro aloqalarni mustahkamlash. Yettinchisi atrof-muhitni asrash va himoya. Birinchi savoljomiz shular bilan iborat. Ikkinchi savoljomiz ikkinchisi qishloq xo'jalik innovatsiya mashinalarini sanash quriladi maqsad va vazifalar. Qishloq xo'jaligida innovatsiya mashinalarini sanash turlari laboratoriya va dala sinovlari bo'yicha tushuntirsak bo'ladi. Laboratoriyada ish qismlarini bo'lib sinash imkoniyatlari mavjud. Daladorlarni yaxlit ulangan o'rgatilgan holatda sinovlardan o'tkazamiz. Ular asosiy maqsad va vazifalarni agrotexnik talablarni bajara olish darajasini tekshirish. Masalan, tekish qurilmasini tushuntiradigan bo'lsak agar tekish qurilmasiga qo'yilgan o'ziga yarasha agrotexnik talablar bor. Qo'yilgan topshiriqni
ekishga qo'yilgan topshiriqlarni 3%dan kam bo'lmagan darajada bajarish kerak. Xatolar orasidagi masofalar, asosiy xatolar orasidagi masofalarni kengayishi 1 santimetrdan ko'p bo'lmasligi kerak va ekish chuqurligi 15%dan ekish chuqurligi 15%dan ko'p bo'lmasligi kerak. Va tuproq o'sishligi 1 santimetr kubda 1,1 va 1,3 gram santimetr kub. Mesela 1 santimetr kubda 1,1 1,3 santimetr kub bo'lishi. Va chigit misolida so'zlaydigan bo'lsak, 76 o'm sxemasida ekilish misolida oladigan bo'lsak agar lentada ekishda ikki qator orasidagi masofa 2 kasr orasidagi masofa 76 bo'ladigan bo'lsa, o'sha qatorlardan chetlanishi 2-3 santimetrdan oshmasligi kerak. Qisqacha ikkinchi savolga javobimiz shu. Qishloq xo'jaligi melioratsiya bor, to'g'ri. Melioratsiya qishloq xo'jaligi degan joy bor. Qishloq xo'jaligi va melioratsiya mashinalari. Melioratsiya mashinalariga keladigan bo'lsak, agar arallarni ochib ketadigan qurilmalar haqida gapirsak bo'ladi. Sinash turlari me'yor darajasi agrotexnik talablarni bajarilish-bajarilmayotganligini tekshirish bilan bo'lmasa, uchinchi savolga to'xtaladigan bo'lsak, qishloq xo'jaligida qo'llaniladigan traktorni tortish xarakteristikasi va sinflamasini tortish kuchiga qanday omillar ta'sir qiladi? Sinflanishga keladigan bo'lsak, 1-4 sinf, 1-4dan 2gacha bo'lgan sinf, 2-4, 4-6, 6-9 sinflar. Ular 14 newtongacha tortish xarakteriga ega bo'lgan traktorlar, 20dan 40 kilonewtongacha bo'lgan tortish xarakteriga ega bo'lgan traktorlar va 40dan 60gacha va 60dan 90gacha bo'lgan traktorlar bo'ladi. Tortish kuchiga qanday omillar ta'sir qiladi? Ishchi qurollarni soni, tuproqning fizik mexanikaviy xossalari, qishloq xo'jaligida qo'llaniladigan traktorlarning tortish xarakteristikasi va sinflanishi tortish kuchiga qanday omillar ta'sir qiladi? Tortish xarakteristikasi kilonewtonda qarang. Qishloq xo'jaligida qo'llaniladigan traktorning tortish O'rnin siyosiy
dissertatsiya mavzusi va dissertatsiya bilan tanishtirdim. 4-chi savol. Top qatorlari va to'plar orasiga ishtirok etadigan kultivatorning konstruktiv parametrlarini Patentga foydali material qilishni topshiramiz rasmiy bo'lishingizga. Aksam o'quvchi. Bitta so'z qo'yganmiz. Konferensiyalardan ikkitasi respublika konferensiyasi, qolganlari agrariylarimiz. 4 vazirlikdan oldim. Matematik modellashtirishni maqsadi vazifalari. Matematik modellashtirishni maqsadi vazifalari agar imkoniyatlarni bajara oladigan resurslarni tejab taxminiy o'lchamlarga ega bo'lish uchun matematik modellashtirishdan foydalaniladi. Bunda so'zladigan bo'lsak, bu yerda masalan y bog'liq o'zgarishini x musoqi o'zgarishiga bo'lgan bog'lanishini ko'rib chiqiladi. Bu yerda mana y barobar a plus bx misolga ko'radigan bo'lsak agar bu y qiymat topish uchun mana iskana misolga oladigan bo'lsak iskana ma'lum uzunligida qanday uzunligida qo'ysak qanaqa natijalarga erishishimiz mumkinligini matematik modellashtirib hisobga chiqarsak bo'ladi. Summa barobar xi minus x o'rtacha y minus y o'rtacha bo'ladi. Buni hammasini bilamiz. Summa xi minus x o'rtachani oldik. Shundan keyin to'g'rimiz. Ana to'g'risi y summali y minus y o'rtacha minus y reaksiyon qiymat minus y bx minus bx o'rtacha y minus y o'rtacha Hozir shu regressiya nimasini qilish uchun nimani tekshirib ko'rish kerak? Tadqiqotlar o'tkaziladi, undan olingan ma'lumotlarni kiritish siz aytgan ikkita omil o'rtasida regressiyani eng nimasi uradi? Borlig'i bo'lganda korrelyatsiyasi bormi? Korrelyatsiya to'plab korrelyatsiya tajribalar natijasida olingan ma'lumotlar bilan natijalardan ta'sir qiluvchi ikkita omil o'rtasida tajriba natijasida olingan ma'lumotlar o'rtasida Arquadrat barobar minus 1 o'sha y to'pladi. Ulardan oladigan bo'lsa determinatsiya chizib qo'yilganda demak y deb topshirishsa olmaz. Nima sendasini
Magistrlik mavzuyimiz ham shunga bog'liq. Undan keyin ustozimizni zerresalardan boshlaganmiz. Regressiya tenglamasi y barobar a plus b1 x1 plus b2 x2 shundan ketaveradi. B oxirgi narsamiz qo'yganimiz bdan x emas. Parametrlarni biz qaysi parametrlarni asoslanganini so'rayapmiz sizdan. Bizlar tayanch g'ildirak bilan burilish organi orasidagi masofalarni asoslayapmiz. Keyin burilma ichi qurilmalarning elementlarini qamrash kengliklari, umumiy qamrash kengliklarini alfa burchagi, burilish burchagini aniqlaganmiz va shunga asoslanib prujinani aniqlaganmiz, tanlaganmiz. Farqini formula o'tganimizda 8 gradus chiqqan bo'lsa agar amaliyotda 10 gradus bo'ladi, alfa gradusimiz. Beni kızıyorum. Şunu da açıklayayım. Regresiyadan naticeler iskanın tutulmuş burçaga, iskanın uzunluğu, iskanın eni, hareket hareket ettiği. Ağlamıyorsan her şey çıkarabiliriz. Çok ağlamıyoruz. Özgürlüğe eser öyle. Eğer bağlı olsa, ana bir bölgede bağlı olsa, umumlaştırılmaz. Bana rüzgar geldi, bu yan rüzgar, ana bir bağlı olmaz. Böyle bağlı bu olmadı. Şu o'zgarganligi uchun pastigacha o'zgarib ketyapti, shundanmi? Masalan, kirish burchagini o'zgartiryapmiz, 20 gradusdan 25 gradus. O'shanda iskanani uzunligi o'zgaryapti shunda. Kirish burchagi o'zgartirilgan. Yo'q, unday emas. Yo'q, bir qiymat o'zgartilayotgan paytda boshqa qiymatlar o'zgarmaydi bu yerda. Bu bir omil. Shunday. Bu ko'p omil. Agar bog'liq bo'lsa o'zgaradi. Birini o'zgartirsangiz, bir o'zgarib ketadi, o'zgartiramiz. Siz aytganlarni o'zgartirsangiz, o'zingiz o'zgartirib ketsangiz, Tamam, biz çıkarız. Yarası oldu. Omillar bir-biriga bog'liq bo'lsa, mutkalliklarga degan narsa qo'shilib qoladi. Bunda umumiy regressiya tenglaymaysiz, noto'g'ri bo'lib qoladi. Shuning uchun buni ta'sir qiluvchi omillar x1 dan x1 bilan x2, x2 bilan x3, x1 bilan x2 bir-biriga bog'liq bo'lmasligi kerak. Korrelyatsiyasi oz bo'lishi, 0.7 dan kichik bo'lsa, o'shanda keyin siz regressiya tenglamasini ko'rasiz. Yani hayalleri aslında yaşatırsanız olur. ne kızıyor? Kator orası bilan tutlar orası işler. Ha, bunlar kilosundan orası ya. Tutlar orası geçiyorlar. O orası kiraydı. Kirib chiqadi. Bu nasıl oldu? Pulning qiladigan bo'ladi. Pulning tutlar tagidagi tuproq boshqa tuproqlarga nisbatan qattiqroq bo'ladi. Shu ringni hisobiga.
Yetib qo'yib qo'ygan bo'ladi. O'shanga kelib tekkan paytda u ha 4 santimetr chuqurligidan keladi. O'sha bizga kelib urilganda qaytadi. Ildiz poyga urilgan. Ancha kamroq. 320. Qaytishimdan O'zi 320 qabul kelmagan. Qator o'rinlari 3 metr, 10 metr, 10 metr tashqariga chiqib turadi. Ishton bo'lib keladi. 10 santimetr uzatmaydi. 10 santimetr uzatmaydi. 10 santimetr, 10 santimetr. 10 santimetrdan ikkita yomg'ir o'tadi. Mana o'tibdimi? Mana ikki qatlamada. Siz mashinaga modelga bosishdi. Mana qurilmamiz bo'ladigan masalada yomg'ir 10 santimetrdan chiqib turadi. 3 metr oraliqda ishton bo'lib keladi. Hozir qana O'zi diametri qancha? taxminan 4,5 santimetrlar bo'ladi, 45 millimetrlar bo'ladi. Ha, endi biz 5 yilliklarni olib hisoblaganimizda, bizga o'lchovlarimiz 45 millimetrni bergan. Bizlar shu keyingi tomondan qamrab ketishlik uchun ortiqchasi bilan 10 santimetrga o'tkazib ishlatilgan. Hozir tepadagi bu agar tegishli boshqa narsa sotib oladi, 3 metr o'zi beryapti. Shunday. Bu uni 3 o'yinga keladi. Yerdan tagdan ishlar bo'lib ketadi-da, u boyaga aytgan sohalarimiz traktorimiz balandligini imoratga olganimizda, shoxlarni balandligini biz hisoblaganimizda 50 santimetrga chiqqan. Va shoxlarga zarar bo'lishi 5%gacha bo'lishi mumkin. 5%gacha mumkin 5%gacha zarar qilishi. Bu boshqa ishga yetkazilmaydi. 45 santimetr balandligiga to'g'ri. Borov ramani bo'layeri bilan bo'layeri matomati 2 metr 30 santimetr, 2300. ramani borov. Mana shu. Borov chiqib turadi. 3,5 emas. Agar buni bo'ladigan bo'lsa, 230. Siz 320 bo'lsa, o'rtadagi farq 90 santimetr. 90 santimetr qanday hisobiga chiqib turadi? 45 bo'ladi. Yani bu tomonga 45, narigi tomonga 45, ikki tomonga. Ular tagiga kirib, o'sha shkaf yig'iladi. Shunda agregatsiyasizlik nima uchun turibdi? Kirogachga o'sdi. Rag'batlari turyapti. Kirogach santimetr nimadan qolmayapti? Shunaqa uzunli ishchilimiz nima qancha uzun? 120 chiqqan hisoblaganimda. To'xtamadiki. Nasıl? 120. Bu o'rnatish kerak. O'rnatish 60. Va bu cho'ng so'zlagan 65. 65. Xurjinalar silinderga yelkadan magazga chiqargan temirga bog'langan. O'shaniki bu qatorlar orasiga ishlaydi. Bizning top qatorlar orasiga ishlaydi. Haberleri uylardagilarsa 45 santimetrlik darsiga chiqib, bu 14 santimetr chuqurlikda ishlov berish uchun ushlab turibdi deyapti. Mana bu yerda orasida 45 santimetr ma'lum o'tib turib, 14 santimetr chuqurlikda o'zi ishlaydi. teng kirishda Qatorlarimizda ishladi. Anasi yaxshi bo'ldi ishladi. teng bo'lgan Shunda ilgili Istanbul'da mesela lekin hozir aytayotganda bu tuproq zichligi narasiga bor.
Qurilmamizni bu yog'i yarmi ham bo'ldi, bu bitta qo'lmasdi bu yog'i ham ushlab turadigan va tuproq xavfsizligi uchun bu tomoni ham bor. Bu nazoratda ushlab turadigan. Buni faqat bitta liniya emas, bu tomoni ham bor. Yutovani ham ishlaydi. Ha, shunday. Bu tushunyapmanmi? Men savol berdim. Mana bu ilerliyiz qancha turadi bu oyda? Значит, qancha mana oyda ochgan edi, bo'g'ish tutgan edi. Shuni so'rayapman. Nima kelib tugayapti? Bola o'zib qoldi. Shunday. Bolani 230 deyapti, shunaqami? Mana 230 shunaqami? Endi aytyapti, 320 bo'lish uchun bayağı qarash ko'tarish kerak, bayağı qilish kerak. Bu hizmet tushunmaydi. Yo'q. Nima uchun? Ha, shu tomon ishlaydi, ha. Uzoqqa borib, mayli 45 santimetrga bo'ladigan nima uchun? Shabirni, o'zi shabirga bog'langan narsalarimiz. Orası teknolojiyle çıkarmadı. Şimdi Okay.